Kommentariyada 9-10 milyon so'm atrofida komplektlaringizni obzorini qilib bering debsizlar. Hozir sizlarga 9-10 milyon so'm atrofidagi komplektlar obzorini qilib beraman. Hop, bu yerda eng so'nggi modeldagi, ya'ni Dorika modeldagi qarshisiz som oltindan ishlangan, qarshini o'rniga ham oltin qo'yilgan modellarni sizlarga tavsiya qilamiz. Bu komplektlarimiz dim chiroyli turadi. Men sizlarga qilib ko'rsataman. Dim xo'shrab turadi qo'lda. Ayollarni, gelinlarni qo'llarini chiroyli qilib bezaydi. Bu modelimiz esa faqat Dorikani o'zidan ishlangan. Bundan ko'p qizlar yaxshi kelib asib turibdi. Chiroyli model. Bularimiz ham bir-biridan xo'shroq modellar. 9-10 milyon so'm atrofida komplekt olacak bo'lsangiz bizga murojaat qiling. So'm 2-etaj 87